Bu gapimiz xonadon egalariga, ayniqsa xonadon egalariga. Usta tushishdan oldin bir qarorga kelib, bitta ish qilishdan oldin bir qaror kelib, o'ylab kelishib o'tirib, keyin bir qaror kelinglar. Keyingi muammo mana shunaqa bo'lib chiqishi mumkin mana. Mumkin emas, aniq shunaqa bo'ladi mana. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Hamma yo'l shunaqa mana. Eski holatda biz bir silo buni devor rangi bilan bir xilda bo'yaganmiz, keyin o'yagilarga yoqmadi, oqqa bo'yab deyishdi. Biz aytdik, yurib chiqadi deb ogohlantirganmiz. Boshida bizga aytishmagan, devor rangida deyishgan, keyin yoqmadi, almashtirishdi. Mana hozirgi endi keyingi etapda mana ahvol shunaqa bo'lib turibdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Qani o'yagilar yaxshilab eshitib olinglar. Ustiga ham muammo bo'ladi ertaga, o'zingizga ham minus bo'ladi. Bir qarorga kelib, ana kelishib olgan yaxshi.